Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 10-iyul Gujatdakon bog'iga keldik. Gujatdakon ko'chatlarimiz mana pishib boshladi. Nasib bo'lsa. Har yil may oyi yig'im-terim boshlanardi, shu yil sal kechikdik. Mana bu iqlim namgarchilik ko'p bo'ldi, o'sha sabablarmi? Mayli, samgilarni pishib boshladi. Nasib bo'lsa bu yoqqa ulashib ketadi. Bu Gujatdakon degani bir yilda 13 marta hosil beradi deyilgan. Lekin bizda o'lkamiz issiq o'lka bo'lgani uchun 13 martadan ham ko'p bo'ladi hosil. İşte bu may oyidan ta dekabrgacha hosil berib turadi. Qiziqingizlar. Bu deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri keladi. Har qanday kasallikni tanadan so'rdirib chiqarib yuboradi. Buni faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak degan. Agar doimiy iste'mol qilib yuradigan inson bo'lsa, hech bir kasallik bo'lmaydi bunda. Chunki ichaklarni yaxshi tozalaydi, qabziyatni oldini oladi, hazmni yaxshilab beryapti, o't qopidagi dimlanishlarni olyapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti, immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qon aylanishini yaxshilab beryapti, modda almashuvini yaxshilayapti. O'sha narsalarni hal qilib beradigan bo'lsa, insonda hech bir kasallik bo'lmaydi. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan insonlarda semirib ketish bo'lmaydi, tana yosharadi deyilgan. Keyin shuni evaziga umrni uzaytiradi deyilgan. Tarkibida 21 ta mikroelementi bor: kaliy, kalsiy, magniy, sink, selen. Shundan bir germaniy degan elementi bor. Germaniy bu har bir insonda uchrashi mumkin bo'lgan onkologik hujayralarni bloklab turar ekan. Keyin tarkibida 18 ta aminokislota bor degan. 18 ta aminokislota limondan 15 barobar kuchli deyilgan. Keyin asalari sutdan da kuchli deyilgan. Keyin 8 ta polisaxarid va 8 ta monosaxarid, 8 ta bikarotin degan saxaridlari bor. Keyin vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitaminlardan C vitamin, A vitamin, E vitamin, keyin B vitaminlardan B1, B2, B6, B3, B9, B12 vitaminlari bor. Juda bir yaxshi vitaminlar inson organizmi uchun B vitaminlari. Keyin omega 3, omega 6lari bor tarkibida. Gujatdakon mevalarini iste'moliga keladigan bo'lsak, mana shu ho'l mevasidan, pishgan mevasidan abidgacha bo'lgan vaqtga 10 dona, abiddan kechgacha bo'lgan vaqtga yana 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Undan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Quritilganidan bo'lsa 15 gram deyilgan. 15 gram ertalab ovqatdan bir 10-15 minut oldin qaynagan suvga dimlab iste'mol qilinishi kerak. Abidga ham xuddi shunday 10-15 minut oldin qaynagan suvga dimlab iste'mol qilinadi. Kechga iste'mol qilinmaydi, chunki kechga iste'mol qilinadigan bo'lsa uyquni qochiradi degan. Kunduzgi iste'mol qilingani kechga uyquni yaxshilab beradi deyilgan. Shuning uchun me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Endi bu kimlarga mumkin emas? Qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas, homilador ayolga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas, temperatura qilib turganda mumkin emas. Mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilib yurish mumkin emas. Keyin bu qaysi kasalliklarga to'g'ri keladi degan bo'lsak, deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri kelyapti. Saharga ham yaxshi to'g'ri kelyapti, davlinaga ham. Saharda qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqishini yaxshilaydi. Davlinada qonni suyultirib beryapti. Keyin tarkibida magniy bor. Yurak uchun juda bir kerakli bo'lgan. Jigar siryozlarni ham yaxshi davolaydi. Jigarni ham yaxshi tozalaydi, yog'lardan, toksinlardan. Mana jigarni yog' bosdi deganlarga ham ular uchun ham juda yaxshi.
mana tanadagi oq dog'lar uchun ham yaxshi. Hozir o'zim kistamdan xarajat qilib 3 kishini davolayapmiz eksperiment hisobida. Efik yaxshi beryapti. Allohga shukr. Efik yaxshi ketyapti. Bu bir kunda yo 10 kunda tuzalib qoladi degani emas. Balkim yillar, balkim 2 yillar vaqt ketar tanada oq dog'larni davolashda. Lekin shunisini ishonch bilan ayta olamanki, tanada oq dog'ni yo'qotganingizdan keyin sizda qaytalamaydi. Ko'plarda aytilyapti, davolanib chiqdim, bolnitsada yana qaytib hamma joyda bosib ketdi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Chunki buni oq dog'larga davolanayotgan insonlar ikkita ko'chatni ham ekib olyapti. Ikkita ko'chat bo'lgandan keyin buni doimiy iste'mol qilib yursa bo'ladi, imkoniyati bo'ladi. Ana shu doimiy iste'mol qilib yurgan insonda bunaqa tanadagi oq dog'lar qaytalamaydi. Chunki tanadagi oq dog'larni kompleksni davolamasa davolab bo'lmaydi-da. Kompleksni davolaganda deganda qanday? Bu terini ham davolash kerak. Keyin ichaklarni davolash kerak, immun ko'tarish kerak, modda almashuvini yaxshilash kerak, jigarni tozalash kerak. O'shanda oq dog'lardan qutulsa bo'ladi. Bu meditsinada ham aniq aytilmayapti, diagnoz qo'yilmayapti. U qaydan beryapti? Immun tushib ketishimi yo ichaklarda tiqilishmi yo modda almashuvi buzilishimi aniq diagnoz qo'yilmagan. O'sha uchun kompleksni davolamasa tanada oq dog'larni davolab bo'lmaydi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'ng'iroq qilingizlar, tushunmovchilik bo'lsa kommentariy yozingizlar. Opsiyaga nomerlar qoldiraman, telefon nomerlarini. Mayli, qiziqqan insonlar bemalol qo'ng'iroq qilib gaplashaveringizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar.